Hurmatli bankimiz mijozlari, hurmatli fuqarolarimiz, bizni fuqarolarimizni o'tkazib borilayotgan kunlik fuqarolar qabuli va bankimiz mijozlarini qabuli bugun bo'lib o'tmoqda. Kimda nima kreditga doir yoki boshqa bankimizga doir savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Okay. Men Jumayev Shavkat Jaylovichman. Menga tadbirkorlikka yordam bersangiz so'raymiz. Shu keyin bolalar o'yin vaqti qilmoqchimiz. Bugungi mahalla loyihasimi yoki biznesga ko'makmi? Biznesga. Ko'rib chiqib, murojaatini qo'yilgan javob qilib berasizlar. Hozir berilgan nimasi bo'yicha Rahmat aka. Assalomu alaykum. Men Muhimdan ishlaymiz mahallasidan. Chorashida turuvchi 17 million kredit chiqarib, shunga yordam qilishlaringizni, ko'mak berishlaringizni so'rayman. Ism Rahim Shaydulla. ko'mak loyihasi 17 million so'm Mahalla biznes ko'mak. Kredit bilan murojaat qilasiz. Kredit olish maqsadida murojaat qilasiz. Shaydulla akani masalasini ham ko'rib, ijobiy hal qilib berasizlar. Arizasini olib, ijobiy hal qilib berasizlar. Savol yoki sizga taklif yoki e'tirozlar bo'lsa, bemalol marhamat savol berishlaringiz mumkin. Omonatchilarimiz bo'lsa ham, boshqa yo'nalishda murojaat bilan kelgan fuqarolarimiz bo'lsa, bemalol savol bilan murojaat qilishlaringiz mumkin. Savol javoblar bo'lmasa, rahmat amallaringizga, e'tibor uchun. Amallaringiz ishlaringizga omad.